Ergash akasi. Haromi. Seni deb qancha odam xonavayron bo'lyapti. Ergash aka beda prismom. Mol qochirasizmi? Men ham Instagram bo'lib qoldi, Instagram kovlaverib. Endi Instagram kovlagan yaxshida birovlarga kovlagan Ergash aka. Mana yozib qo'ying. Nima? Yana qarzmi? Seni qarzdan yozaverib uchganda rangi tugadi. Men ham noinsof bo'lib ketibman Ergash aka. Ruchkangizni rangi qolmaguncha ham qarz olamanmi? Bo'ldi, sizga tushundim. Mana. Yaxshi iflos. O'zi pulim yo'qligidan bankdan kredit oldim. Bankdagilar kreditingni to'lab uyga kelyapti. Ha, darmaydilar, qanday? Shahzod, qor yog'ib sovuqda battar kichkinalashib qolsam. Ha, qo'yar. Yoz kelsa katta bo'ladi yana. Eshtinglar. Ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona. Qahva bir bahona, ikki xona, uch xona qilingan uy bor ekan. Sinfdoshimiz Nargiz bor-ku? Ha. Yana yerdan qaytib kelibdi. Ya jonga tegdi, shu qaytib kelur. Shuni metanga jo'natish kerak. Nimaga? Qaytib kela olmaydi. Odam ko'p-ku. Simchga qilib qolyapsiz, mo'rs olmadingmi? Ha, rivojlanaylik. Mors emas, raya oldim.